Assalomu alaykum. Fonni bunga qaratmanglar, fonni bunga qaratinglar. Nazarni. Xurmo. Ovqatdan yarim soat oldin 2 dona yoki bo'lmasa ovqatdan keyin yarim soat 1 soatdan keyin 2 dona. 1 oy mobaynida qilsanglar, eng kamida o't tufayli qiyshaysh muammolari hozir hammada shu. Ya'ni o't qiyshayshi, o't dimlanishi, hazmda muammo, ich qotadi, gemoroy bor. Mana yechim. Tabiiy yechim. 5 kundan keyin menda o'zgarish bo'lmayapti, to'polon qilmanglar, baraka topkurlar. 1 oy qilinglar. Tabiiy davolash usulini eng kamida 30 kun belgilanadi. Endi har doim bu narsaga biz o'rgana olmaymiz. Bizga osonroq, qulayroq yo'lini o'rgating degan bo'lsangiz, sizdan iltimos bitta belgi qoldiring, ya'ni like deydi. Sahifamga obuna bo'lib qo'yishim esingizdan chiqmasin, keyin afsuslanib qolasiz. Hamda qo'lingizdan kelgancha bitta izoh qoldirsangiz bo'ldi, ya'ni kommentariya deydi. Demak, sog'lom hayot komplektimiz hozir biroz o'zgarish kiritdik, ya'ni qulayroq, ko'pchilikni cho'ntagiga ko'taradigan variantga keltirdik. Komplektimizda 4 ta qovoq yog'i, sovuq siqimli местный qovoqniki, ya'ni mahalliyniki. 4 ta shundan bo'ladi. 2 ta olma sirkasi, tozasi 4 yilligi bo'ladi va bitta qutida yantoq giyohi bo'ladi. Buni ish yumushilarga xalaqit bermaydigan qilib, kun davomida iste'molini oson qilib, sizlarga programmasini qilib beraman. Hijoma edi, hijoma.